Vladivostokda 10 yildan beri yashab kelyapman. O'z mehnatim bilan ikkita kafe ochganman, mana yaqinda ikkinchisini ochdik. Undan tashqari o'z bizneslarim ham bor. Har safar onam tug'ilgan kunlariga telefon qilib tabriklardi. Mana shu safar Buxoro tabriklarini ko'rib, shular orqali onamni xursand qildim. Tabrik men o'ylaganimdan ham zo'r bo'lib ketdi. Onajonim telefon qilib menga shu gapirolmay qoldilar. Ta'sirlanib ketdim. Ayta olmayman so'z bilan. Ta'sirlanib ketdim. Ayta olmayman so'z bilan. Gapim to'g'risi. Agar sizlar ham Vladivostok shahriga yurib, yaqinlaringizni shunaqa men onajonimni xursand qilganda xursand qilmoqchi bo'lsangizlar, Buxoro tabriklariga yozinglar, ularga aloqaga chiqinglar. Men ularni sizlarga tavsiya qilaman. Vladivostokda shu 10 yildan beri yashab, men ko'nikib ketganman. Oilam shu yerda, 3 farzandim. Menga Vladivostok yoqadi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Buxoro tabriklariga aloqaga chiqinglar, onajonlaringizni, aka-ukalaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangizlar, mana ishonchim bilan o'qiladi. Ularga rahmat. Kommentariyada kech ko'rmay kuna, tamana istarayton yaktakdamay xuning. Men Buxoro tabriklari admini Shahriorbek, ayni damda Vladivostok shahridaman. Bizning xizmatlarimizdan, ya'ni Buxoro tabriklari xizmatidan foydalangan obunachilarimiz, agar siz Vladivostokda bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan ham mana shunaqa qiziqarli videorolik olamiz. Rahmat.